Ma'lumki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga shariat nozil qilinar ekan, sahobalarga barcha masalalarni batafsil yoritib bergan zot payg'ambar alayhissalatu vassalamning o'zlari. Biror bir masala qolmagan. Hamma masalani sahobalar payg'ambar alayhissalatu vassalamdan o'rganishgan. Va atroflarida sahoba-i ikromlarning ichlarida zabardast ulamolar yetishib chiqqan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam vafot etganlaridan keyin sahobalar va ulardan keyingi tobiinlar diniy masalani kimdan o'rgangan? Sahobalarning ichidagi eng buyuk faqihlardan, eng buyuk ulamolardan o'rgangan. Bunga markaziy shaharlar fatvo maktablarini o'zi misol bo'ladi. Masalan, Madina Munawvarada Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu ni fatvo maktablari bo'lgan. O'sha kishidan fatvo so'ralgan, sahobalar ko'p bo'lgan. Abdulloh ibn Umar eshitgan hadislarni, oyatlarni boshqa sahobalar ham eshitgan. O'zimizcha o'zimiz fatvo chiqaramiz demagan. U kishidan o'rgangan. U kishidan keyin Kufa shahrida Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, hozirgi Iroqda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu buyuk sahoba, u kishi bilan birgalikda o'sha joyga yashash uchun borgan sahobalarning barchalari fatvoni Abdulloh ibn Mas'uddan eshitishgan. Yoki bo'lmasa Makkada Abdulloh ibn Abbos, Misrda Abdulloh ibn Amr ibn Os radhiyallohu anhumlarning fatvolariga ergashishgan. Mazhab degani yo'l degani, ya'ni dinimizdagi o'sha fatvolarni bitta yo'nalish qilib olish sahobalar davrida boshlangan. O keyingi o'tmishda emas. Abu Hanifa, Imom Shofiylarni, Ahmad ibn Hanballarni davrida emas. Sahobalarni davrida mazhab boshlangan. Shundan keyin bu zotlarni shogirdlari, bu sahobalar vafot etgandan keyin bularni shogirdlari davom ettirishgan. Shu paytda butun islom olamida fiqhiy 20 ga yaqin yo'nalish bo'lgan. Mana shularning ichidan oxiri saralanib 4 ta yo'nalish qolgan va bu 4 ta yo'nalishni umumiy qilib ahli sunna val jamoa deyiladi. Nima uchun aynan ahli sunna val jamoa qoldi? Bu savolga quyidagicha javob beramiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi: "Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Biz o'zimiz bu zikrni, ya'ni avvalo Qur'onni, dinni, shariatni biz o'zimiz nozil qildik, o'zimiz muhofaza qilamiz deydi Alloh. Qaysi yo'l bilan muhofaza qildi Alloh? Nima bilan muhofaza qildi? Alloh aytdiki, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas dedi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning ummatlari, ya'ni biz qiyomatga qadar keladigan eng oxirgi ummat, ummatlarni ichida eng yaxshisidir dedi Alloh. Ya'ni bu ummatni yaxshisi dinni saqladi. Xo'p, bu ummat Alloh aytayotgan kuntum khayra ummatin deyapti. 90%ni ahli sunna val jamoa tashkil qiladi. Endi Alloh kuntum khayra ummatin, sizlar ummatni ichida eng yaxshisizlar deb tursa-yu, 90% adashgan bo'lsa, haligi qo'shtirnoq ichidagi kimlardir aytgan ahli sunna val jamoa degan narsa yo'q degan odamlarni gapi bilan oladigan bo'lsak, bu ummatni 90% adashganga chiqib qoladi. Unda Alloh adashyaptimi? Alloh aytayapti: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Mana bu ummat ahli sunna val jamoa, Qur'onga, hadisga ergashganlar ahli sunna val jamoalar. Payg'ambar alayhisalomga ergashganlar ahli sunna val jamoalar. Fiqhiy yo'nalishda 4 ta mazhabni, aqidaviy yo'nalishda esa 2 ta mazhabni, Maturidi va Ash'ari yo'nalishini shakllantirishdi. Va payg'ambar alayhissalatu vassalomni hadislari aynan bularga tegishli bo'ldi. Ya'ni meni ummatim zalolatda birlashmaydi. Bu ummat jamlandi, bu zalolatda emas, noto'g'ri yo'lda emas. Bular to'g'ri yo'ldalar. Ahli sunna val jamoani keltirgan fatvolari barchasi Qur'on va hadisdagi fatvolar. Abu Hanifani fikrlari emas. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilar hadisda: "Yakunu fi akhiriz zaman dajjalun kazzabun ya'tunakum min al-ahadith
bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Oxir zamon bo'lganda shunaqa ummatlarning ichida dajjol, kazzoblar chiqadi. Sizlarga ba'zi bir hadislarni aytadi. Dindan gapiradi, hadisni aytadi. Avval eshitmagansiz, siz ham eshitmagansiz, ota-bobongiz ham eshitmagan u hadisni. Shundoq qilib o'zini g'oyasiga, o'zini fikriga moslab hadislarni aytadi. Fa iyyakum va iyyahum, payg'ambar alayhisalom aytdilar, ogoh bo'linglar, ehtiyot bo'linglar, ergashib ketmanglar. La yudillunakum va la yaftinunakum, fitnaga aralashtirib yubormasin sizlarni adashtirib yubormasin deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Xo'p, mazhab to'g'risida Qur'onda biror narsa kelganmi o'zi? Qur'onda, hadisda biror narsa kelganmi deydi. Qur'onda yo'q narsaga bitta mazhab qilib, yo'l qilib olgansizlar deydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda Nahl surasida Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun deydi. Bilmaydigan bo'lsangiz ahli zikr ahlidan, ulamolardan so'rang deydi Alloh taolo. Qur'onni o'zini o'qigan, fatvo chiqarib olgin demaydi. Ahli zikrlar kimlar? Qur'onni payg'ambar alayhissalomdan to hozirgacha tafsir qilib bergan ulamolarni barchalari ahli ilmlar deydi. Ish egalari deydi. Ya'ni shu ishni, fatvoni ustida turadiganlar ahli ilmlar deydi. Alloh aytayapti, so'ragin deyapti. Ana u biladigan odamdan so'ragin deyapti. Alloh aytayaptimi? Endi o'sha bizga mazhabni belgilab, chiroyli qilib masalalarni tushuntirib bergan odamlar ahli ilmmi yo johillarmi ular? Boshqa bir oyatda Qur'onda keladi. Niso surasida "Walau radduhu ila ar-rasuli va ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum." Agar uni deydi Alloh, payg'ambarga yoki o'zlarini ichidan bo'lgan ish egalariga yetkazsalar edi, bilmagan narsalarni o'shalardan so'rab bilib olardilar deydi Alloh taolo. Kimga deyapti? Payg'ambarga. Payg'ambarga havola qilinadi masala. Hadisda nima deyilgan o'zi? Hadisda qanday ko'rsatilgan? Hadisdan o'rganiladi. Hadisni o'zi tushuna olmaydimi? Hadisni o'zi tushuna olmaydigan bo'lsa, endi ahli ilmdan so'raydi. Shu hadisni qanday tushunsak bo'ladi? Bu oyatni qanday tushunsak bo'ladi? Ahli ilmdan so'raydi. Qur'onda kelganmi? Qur'onda kelgan oyat bu. Mazhab bitta, shaxsga ergashish mumkin emas deydi. Go'yoki ahli sunna val jamoa Abu Hanifani shaxsiga ergashadi deydi. Undoq emas. Hech kim Abu Hanifani shaxsiga ergashmaydi. Abu Hanifa Hanafiylikka ergashadi. Hanafiylar Abu Hanifaga emas. Shuni avval bilaylik. Bu Hanafiylik mazhabi yoki umuman ahli sunna val jamoadagi mazhab degani payg'ambar alayhissalomning yo'llari. Oyat va hadisning yo'li bu. Bular havodan olib o'zlaricha bitta alohida yo'nalish qilmagan. Payg'ambar alayhissalomning yo'llarini ular asoslab, ilmiy asoslab bergan zotlar ular. Biz o'zimiz tushuna olmasdik, anglay olmasdik, ular bizga anglatgan. Qal'ajiyni bir gaplari bor. Men Ibrohim Nahaiydan 100 ta masalani oldim deydi. 100 ta masalani. U katta tobiinlardan, sahobalarni ko'rib, sahobalarning ilmini olgan tobiin. 100 ta masalasini oldimda Abu Hanifani 100 ta masalasi bilan solishtirdim. 84 ta va undan ortiq masalasi Ibrohim Nahai bilan bir xil chiqdi deydi. Qal'ajiy. Bir xil chiqdi. Bu nima degani? 85% va undan yuqorisi bir xil degani, sahobani yo'li deganimi? Sahobani yo'li degani. Abu Hanifani o'zlarining fikrlari emas, o'zlarining ra'ylari emas. Din hamma o'zi gapiradigan bu yo'nalish emas. Hamma o'zini fikrini aytadigan masala emas. Yoki o bir kishining gapini eshitib o'shanga ergashib ketiladigan masala emas bu. Mazhab imomlariga, mujtahidlarga toshatyapti. Bu zotlar Qur'onni bizdan ko'ra yaxshi anglagan zotlar. Qur'on ilmlarini, tafsir ilmlarini bizdan ko'ra yaxshi bilgan zotlar. Muhaddis bo'lishgan, mufassir bo'lishgan. Hadislarni batamom o'rganib chiqqan zotlar. Ana ular bizga nonni chaynab berishgan. Alloh taolo adashtirmasin. Barchamizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin.